Chaqaloqli bo'ldi kelinim, aziz ne'mat etildi ato. Yig'lab chiqdi bir kun go'dagi, yarim kecha bo'lganicha to. Derazasini chertib ohista dedim, qarashayimmi onam? Kelin dedi, qiynalasiz-da. Dedim, savob bo'ladi bolam. Olib chiqdim bolani sekin, alla aytdim xonamga kirib, injiq cholim ovozimizdan uyg'onib ketmasin ish qilib. Kechqurun ham tinchlik yo'q deya bolashini otmasin tag'in. Olib kirib berdim, jo'raydi. Chonim bolam sekin yig'lagan. Chaqaloqni bosib bag'rimga yurib chiqdim yaqin tonggacha. Keyin yumshoq kursiga cho'kib uxlab qoldim bilmayman qancha. Tush ko'ribman tushimda Ka'ba. Namoz safda bo'lib qolibman. Saflar zuv-zuv almashib o'zim eng oldiga chiqib qolibman. Jamoatning namozini o'qib, dermish salobatli bir ovoz, ko'zimda yosh, vujudim titrab, imom bo'lib o'qibman namoz. Ayol boshim bilan dune qol. Tush ichida ko'rganim ne tush? Yana qancha o'qiganimni adadini Alloh bilarmish. Shu tushimni kimgadir aytib turganimda uyg'onib ketdim. Tong otibdi quchoqlarimda uxlar edi jajji go'dagim. Shu tushimni aytsam cholimga, dedi artib yoshli ko'zlarim. Shu tush uchun manam tun bo'yi bola qarab chiqqan bo'lardim. Endi qachon yig'lasa go'dak, cholim quloqlari bo'lib ding kelinga der. Agar nabiram uxlamasa o'zimga bering. Shu tushimni qachon eslasam deyman, Alloh mardlarning mardi. Kelinga bir yaxshilik qilsam, ming barobar qilib qaytardim. Ka'badagi har rakat namoz yozilsa 100 ming rakat bo'lib, menga qancha marhamat tarozilar ketadi to'lib. Sizga qanday bilmadim mana, oxiratdan umidim bisyor. Dunyoning eng qutlug' yerida ozmi ko'pmi imomligim bor. İnşallah hüküm deyilur bu merhaba. Şair avam ayollardan çıkan yagona. Birinci ve ahirgi imam so'rasalar ayol kishiga bu darajat berildi nechun deyiladi. Kelinga qilgan bittagina yaxshiligi uchun. Rahmat azizlarim.